Sizga bitta savol beraman. Siz maktabda rus tilini o'qiganmisiz? Yoki pulli kursga borganmisiz? Ko'pchilik borgan. Deyarli hamma bir necha yil o'qigan. Endi ikkinchi savol beraman. Bugun ruscha bemalol gapira olasizmi? Ko'pchilik yo'q deydi va shu yerda qiziq narsa boshlanadi. Shuni aytay. Siz hozir bitta tilda mukammal gapiryapsiz. O'zbekchada bir marta ham qiynalmaysiz. Demak, miyangiz tilni o'rgana olar ekan. Unda ruscha nega chiqmayapti? Bugun shu savolning javobini beraman. Odam 5 yil o'qiydi, daftarni to'la yozadi, qoidalarni yodlaydi, imtihonni topshiradi. Keyin ko'chada rus odam yo'l so'raydi va og'zidan bitta gap chiqmaydi. Yoki so'zlar esiga tushadi, lekin tili aylanmaydi va yuzi qizarib ketadi. Bunday odam nima deydi? Menda qobiliyat yo'q deydi. Mening tilim yo'q deydi. Bu gap noto'g'ri. Sizda hammasi bor. Gap qobiliyatda emas. Sizning miyangiz o'zbekchani mukammal o'rgangan. Demak, u tilni o'rgana oladi. Aybdor siz emassiz va miyangiz ham aybdor emas. Miyangiz juda ham to'g'ri ishlayapti. Sizga til o'rganish nima ekanini hech kim aytmagan. Buni bizga maktabda ham o'rgatishmagan. Shuning uchun bugungi dars grammatika darsi emas. Bugun bitta ham qoida yodlamaymiz. Bugun biz butunlay boshqacha ish qilamiz. Bugun siz til o'rganish nima ekanini aniq bilib olasiz. Shundan keyin qolgan darslar osonlashadi. Chunki nima uchun ishlayotganingizni bilib turasiz. Qani, boshladik. Avval miyaning o'zini ko'rib chiqamiz. Sizning miyangizda ikki xil ish bor. Buni ikkita odam qilib tasavvur qilamiz. Birinchisining ismi Jasur, ikkinchisining ismi Bobur. Jasur velosiped haydab yuradi. Velosipedi kichkina va oldida savatchasi bor. O'sha savatchaga nechta narsa sig'adi? Eng ko'pi bilan 6-7 korobka. 8-chisini qo'ysangiz nima bo'ladi? Ustidagisi tushib ketadi. Boshqa yo'li yo'q. Jasur, bu sizning e'tiboringiz. Hozir o'ylayotgan narsangiz o'sha savatchada turibdi. Misol qilaman. Do'konga kirdingiz. Non kerak, sut kerak, tuxum kerak, yana yog' va choy kerak. Olasiz. 6-chisi qiyin edi. 7-chisini esa uyga kelib eslaysiz. Mana shu Jasurning savatchasi. U kichkina va uni kattalashtirib bo'lmaydi. Buni sinab ko'rish mumkin. Bir odamga 10 ta raqamni ketma-ket ayting, keyin qaytarishni so'rang. 6-7 tasi chiqadi va qolganlari yo'qoladi. Bu odamning aybi emas. Savatcha shunday qurilgan. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Bobur katta yuk mashinasini haydaydi. Mashinasining ichi juda katta. U yerda son sanoqsiz korobka turibdi va sanab ham bo'lmaydi. Boburning ishi butunlay boshqacha. U sizdan buyruq kutmaydi va o'zi ishlayveradi. Yuragingiz qanday urishini o'ylaysizmi? Yo'q. Uni Bobur uradi. Nafas olishni o'ylaysizmi? Yo'q. Uni Bobur oladi. Hozir nafas olayotganingizni sezdingizmi? Mana endi sezdingiz. Bir necha soniyadan keyin yana unutasiz. Bobur esa xafa bo'lmaydi va ishini davom ettiraveradi. Yana misollar. Siz yurasiz. Qadamni o'ylaysizmi? Chap oyoq va o'ng oyoq deb sanaysizmi? Sanamaysiz. Rulni qay tomonga burishni o'ylaysizmi? Gazni bosaymi deb hisob qilasizmi? Yo'q, qo'lingiz o'zi buradi. Eshik taqilladi va siz turib borib ochdingiz. Yo'lda bitta ham qaror qabul qilmadingiz. Hammasi Bobur va hammasi avtomatik. Bir narsani payqadingizmi? Boburning ishlari eng muhim ishlar. Yurish va nafas olish, ko'rish va eshitish. Miya eng kerakli ishni Jasurga bermaydi, chunki Jasur charchaydi va adashadi. Bobur esa hech qachon to'xtamaydi. Endi ikkalasining farqini aytaman. Jasur sekin ishlaydi va tez charchaydi. Bobur esa tez ishlaydi va hech charchamaydi. Jasurda 6-7 joy bor, Boburda esa cheki yo'q. Siz faqat Jasurni boshqara olasiz, Boburni boshqara olmaysiz. Lekin bitta yo'l bor. Korobkani Boburga Jasur ko'taradi. Boshqa hech kim ko'tara olmaydi. Bir marta ko'tarsa, korobka qolmaydi. Ko'p marta ko'tarsa, qoladi. Nega bunday bo'lishini dars oxirida ochaman. Mana shu darsning kaliti. Endi juda qiziq joyga keldik. Diqqat qiling. Siz hozir qaysi tilda o'ylayapsiz? O'zbekchada. Siz o'zbekcha qanday gapirasiz? Bir marta o'ylab ko'raylik. Gap tuzayotganda so'z tartibini o'ylaysizmi? Yo'q.
Qaysi qo'shimchani qo'shishni o'ylaysizmi? Ishga deymi yoki ishda deymi deb turasizmi? Yo'q. So'zni qidirasizmi? Yo'q. So'z o'zi og'zingizga keladi. Demak, nima chiqdi? O'zbekcha gapirish Jasurda emas, Boburda. Buni isbotlash oson. Bitta kuningizni eslang. Ovqat qilib turibsiz. Bir qo'lingizda pichoq va ko'zingiz qozonda. Ayni paytda telefonda gaplashyapsiz. Jasurning savatchasi to'la. Piyoz va olov o'sha yerda. Qozon va vaqt ham o'sha yerda. Gapirish esa to'xtamaydi va gaplar o'zi chiqib turadi. Hech kim ovqat qilib turib to'xtamaydi. Hech kim endi qaysi qo'shimchani qo'yaman deb o'ylamaydi. Agar shunday o'ylasangiz, sho'rva kuyib ketardi. Yana bir narsani sinab ko'ring. Kimdir sizga o'zbekcha savol bersin. Javobni o'ylab topasizmi? Yo'q, javob og'zingizdan o'zi chiqadi. Ba'zan siz o'ylab ulgurmasingizdan chiqadi. Yana bitta misol. Mashina haydab ketyapsiz. Yo'lga qarab borasiz. Yoningizdagi odam bilan gaplashasiz. Yo'l Jasurda, gap esa Boburda. Shuning uchun ikkisi bir vaqtda ketaveradi. Siz allaqachon bitta tilda avtonom gapirasiz. O'zingiz buni sezmaysiz, lekin u allaqachon sizda bor. Bu juda yaxshi xabar, chunki bir marta bo'lgan ish ikkinchi marta ham bo'ladi. Endi boshqa holatga o'tamiz. Siz rus tilida gapirmoqchisiz. Boburning mashinasiga qaraymiz. Mashina to'la, korobkalar tizilib turibdi. Lekin ularning hammasi o'zbekcha. Endi ruscha javonga qaraymiz. Javon quruq. U yerda bitta ham korobka yo'q. Bobur nima qiladi? U ishni Jasurga uzatadi, chunki boshqa iloji yo'q. Endi Jasurning savatchasiga qarang. Unga nima solinadi? Birinchi korobkada kerakli so'zni eslash turadi. Ikkinchi korobkada so'z oxirini to'g'ri qo'yish turadi. Uchinchi korobkada gapdagi so'z tartibi turadi. To'rtinchi korobkada talaffuz turadi. So'zni qaysi joyiga bosib aytish degan savol. Beshinchi korobkada qarshingizdagi odamni tushunish turadi. Oltinchi korobkada uyalish va qo'rquv turadi. Ular ham joy egallaydi. Sanab ko'ring. 6 korobka to'ldi va savatcha limmo-lim bo'ldi. Bu yerda bitta narsani unutmaslik kerak. Jasurning savatchasi bo'sh emas edi. U yerda boshqa tashvishlar ham bor. Ish va bola, kredit va charchoq. Demak, ruscha gap uchun 6 joy ham qolmaydi. 3-4 joy qoladi. 7-chi narsa kelsa nima bo'ladi? U savatchidan tushib ketadi. Mana shuning uchun bunday bo'ladi. Gapiryapsiz, lekin juda sekin gapiryapsiz. Har so'zdan keyin to'xtab qolasiz. 2-3 gapdan keyin charchaysiz va peshonangizda ter chiqadi. Ko'chada birov kutilmaganda savol bersa nima bo'ladi? Miyangiz qotib qoladi va bilgan so'zingiz ham chiqmaydi. Uyga kelib eslaysiz. Voy, shunday deyishim kerak edi, deysiz. Endi kech. Endi buni tasavvur qiling. Katta yuk mashinasining yukini velosipedga ortdingiz. Jasur pedalni bosadi. Velosiped esa qimirlamaydi va Jasur bekorga ter to'kadi. Kulgili ko'rinadi, lekin hammamiz shu ishni qilganmiz. Yana bir bor aytaman. Bu sizning aybingiz emas. Bu Jasurning tabiiy chegarasi va u kattaroq bo'la olmaydi. Demak, yechim qayerda? Yechim Jasurni kuchaytirishda emas. Yechim Boburga korobka qo'yishda. Endi savolni to'g'ri qo'yamiz. Til o'rganish nima degani? 3 ta javob bor. 2tasi noto'g'ri. Birinchi javob. Men 10 ta ruscha so'z bilaman. Bu til o'rganishmi? Yo'q. Nega yo'q? Chunki o'sha 10 ta so'z Jasurning savatchasida yotibdi va Boburga tushmagan. Yana bitta narsa bor. 10 ta so'z bilan gap tuzib bo'lmaydi. So'zlarni bir-biriga ulash kerak. Non va qancha so'zini bilasiz deylik. Lekin ularni qanday ulashni bilmaysiz. Ulash ham ish. Ish esa yana Jasurda. Demak, so'z yig'ganingiz sari Jasurga yuk ortiladi. Bobur esa bo'sh turaveradi. Misol qilaman. Bitta odam narx so'raydigan 2 so'zni biladi. Do'konga kirdi, narx so'ramoqchi. 2 so'zni eslashga urinadi va boshi qizib ketadi. Oxirida qo'li bilan ko'rsatadi. Nima bo'ldi? So'z bor edi, lekin og'zidan chiqmadi. Chunki so'zni topish uchun vaqt kerak. Suhbatda esa vaqt yo'q va suhbat sizni kutmaydi. So'zni bilish bilan gapirish 2 boshqa narsa. Ikkinchi javob. Men grammatika qoidasini bilaman. Bu til o'rganishmi? Bu ham emas. Nega bunday? Chunki qoidani bilish nima degani? Qoidani Jasurning savatchasida ushlab turish degani. Gapirayotgan vaqtingizda Jasur nima bilan band? Hamma narsa bilan band va qoidaga joy qolmaydi. Buni tasavvur qiling.
Velosipedda ketyapsiz. Bir qo'lingizda rul, ikkinchi qo'lingizda qoida yozilgan qog'oz. Uni o'qib turib gapirmoqchisiz. Nima bo'lishini o'zingiz bilasiz. Endi 3-javob. Mana bu to'g'ri javob. Til o'rganish bu ruscha korobkalarni Boburning mashinasiga taxlash, boshqa hech narsa emas. Ya'ni avtonom gapira olish, ya'ni o'ylamasdan gapirish. Boshqa hamma narsa tayyorgarlik, faqat shu bitta narsa maqsad. Endi avtonom so'zini ochib beraman. Bu chet el so'zi, lekin ma'nosi juda oddiy. Avtonom degani o'zi ishlaydi degani. Siz turtki bermaysiz va u o'zi ketaveradi. Avtonom gapirishni 4 ta belgidan bilib olasiz. Birinchi belgi shunday. Gap o'zi chiqadi va siz uni yasamaysiz. Hozir o'zbekcha gapirganda gap yasayapsizmi? Yo'q. Og'zingizni ochsangiz gap chiqadi. Ruschada ham xuddi shunday bo'lish kerak. Ikkinchi belgi shunday. Boshqa ish qilib turib ham gapira olasiz. Yurib borarkansiz gapirasiz. Ovqat qilib turib gapirasiz. Bola ko'tarib turib gapirasiz. Uchinchi belgi shunday. Siz charchamaysiz. O'zbekcha 3 soat gaplashsangiz charchaysizmi? Yo'q. Ruschada ham shunday bo'lish kerak. To'rtinchi belgi shunday. Kutilmagan savolga ham javob bera olasiz. Yodlagan mavzuingiz emas, butunlay boshqa savol. Baribir javob chiqadi. Mana shu 4 tasi bo'lsa, siz gapira olasiz. Endi o'zingizdan so'rang. Siz aslida nimani xohlaysiz? Buni aniq bilish kerak. Do'konga kirib ruchka olayotgandek aniq. Do'konga kirasiz va ruchkani olasiz. Pulini berib chiqib ketasiz. Sizda ikkilanish yo'q va nima kerakligini bilasiz. Til o'rganishda ham shunday bo'lsin. Sizga 5lik baho kerak emas. Qoidalarni bilaman degan gap ham kerak emas. Sizga bitta narsa kerak. Og'zingizni ochganda ruscha gap chiqsin. Tamom. Kursning oxirida shu bo'lish kerak. Yana bir narsani aytib qo'yay. Avtonom gapirish mukammal gapirish degani emas. Xato qilasiz va ba'zi so'zni noto'g'ri aytasiz. Ba'zan so'z topolmay ham qolasiz. Bu normal. Ko'pchilik odam xatoyingizga e'tibor ham bermaydi. Ma'noni tushunsa bo'ldi. Sizni xato emas, jimlik yiqitadi. Endi eng amaliy savolga keldik. Boburning mashinasiga nimani taxlaymiz? Bu yerda ko'pchilik xato qiladi. Ular korobkaga qoida solmoqchi bo'ladi. Korobkaga qoida solinmaydi. Tayyor blok solinadi. Tayyor blok nima degani? Bu butun va bo'linmagan gap degani. Misol beraman. Korobkaga so'z oxirlari jadvali solinmaydi. Korobkaga mana bu solinadi. Сколько стоит? Butun holda. Bitta bo'lak qilib, o'ylamasdan chiqadigan qilib. Yana ikkita blok. Я не понимаю. Men tushunmayapman. Спасибо, хорошо. Buni ishlaringiz qalay degan savolga javob qilib aytasiz. Bu gaplarni bo'lakka ajratmang va ichini kavlamang. Qo'shiq satridek yaxlit yodlang. Nega bunday? Chunki gapning ichida grammatika allaqachon o'tiribdi. So'z tartibi to'g'ri, so'z oxiri to'g'ri, aytilish ham to'g'ri turibdi. Hammasi tayyor. Siz qoidani bilmaysiz, lekin to'g'ri gapirasiz. Keyinroq qoidani o'rganganingizda nima bo'ladi? Qoida bo'sh joyga tushmaydi. U sizning tanish gapingizga yopishadi. Ishonmasangiz, o'zingizni eslang. Siz o'zbekchani qanday o'rgangansiz? 3 yoshda qoida o'qiganmisiz? Qo'shimchalarni yodlaganmisiz? Yo'q. Siz tayyor gaplarni eshitgansiz va ularni takrorlagansiz. Oyingiz non ol dedi. Siz non ol dedingiz. Qoida esa keyin maktabda keldi. Katta odam ham xuddi shunday o'rganadi. Farqi bitta. Katta odam buni ataylab qiladi. Yana bir savol beraman. 3 yoshli bola qancha gap eshitadi? Kuniga minglab gap va 1 yilda millionlab gap. Sizda esa uncha vaqt yo'q. Shuning uchun biz eng kerakli gaplarni tanlaymiz va ularni takror bilan mixlaymiz. Korobkani mashinaga qo'ydingiz deylik. Ertaga u joyda turadimi? Yo'q. Nega? Chunki kechasi bir ish bo'ladi. Mashina to'xtaydi. Jasur ham, Bobur ham dam oladi va tozalovchi ishchilar keladi. Ular mashinaning ichiga kiradi, keraksiz korobkalarni yig'ib tashqariga tashlab yuboradi. Bugun o'rgangan ruscha gapingiz o'sha yerda turibdi. Ishchi uni ko'radi. Bu kerakmi deb qaraydi. Bu korobka bir marta ishlatilgan, demak keraksiz va uni tashlab yuboradi. Ertalab turasiz va gap yodingizda yo'q. Tanish holatmi?
Endi yechimni aytaman. Korobkani mix bilan qoqib qo'yish kerak. Mix qayerdan keladi? Har takrordan bitta mix keladi. Bir marta takrorladingiz va korobkaga bitta mix qoqildi. Kechqurun ishchi kelib tortdi. Mix ushlab qoldi va korobka joyida qoldi. 3 kundan keyin yana takrorladingiz. Yana bitta mix qo'shildi va endi ikkita mix bor. 7 kundan keyin yana takrorlaysiz. 16 kundan keyin yana. Har safar mix ko'payadi. Ishchi tortadi, lekin qo'zg'ata olmaydi. Oxirida u korobkaga tegmay qo'yadi. Mana shu paytda korobka mashinada qoladi. Butunlay qoladi. Bu nima degani? Endi o'sha gap sizga o'ylamasdan keladi. U Bobirning ishiga aylandi. Bitta muhim ogohlantirish bor. Bir kunda 10 ta mix qoqib bo'lmaydi. Bugun bitta gapni 100 marta takrorlasangiz nima bo'ladi? Mixlar yangi bo'lib qoladi va ishchi ularni baribir tortib oladi. Mixni vaqt mustahkamlaydi. Shuning uchun takror kunlarga tarqatiladi. 1 kun, 3 kun, 7 kun, 16 kun. Bu jadval muqaddas emas. Muhimi bitta. Takror unutish avjidan oldin kelsin. Yana bitta narsa. Takrorlash deganda qayta o'qish tushunilmaydi. Takrorlash bu yopib eslash. O'zbekchasini ko'rasiz va ruschasini o'zingiz aytasiz. Ovoz chiqarib aytasiz, keyin ochib tekshirasiz. Chiqmay qolgan gap yomon belgi emas. Aksincha, bu sizning ish joyingiz. Kuniga ko'p vaqt kerak emas. 15 daqiqa yetadi. 5 daqiqa eski gaplarni yopib eslaysiz. 5 daqiqa yangi gap olasiz. 5 daqiqa ovoz chiqarib gapirasiz. Haftada bir marta 2 soat o'tirish foyda bermaydi. Chunki yakshanbagacha hamma mix sug'urib olinadi. Buni bir gapda aytaman. Ko'p o'tirish emas, tez-tez qaytish. Endi hammasini bitta gapda yig'amiz. Til o'rganish bu ruscha tayyor gaplarni takror bilan Bobirning mashinasiga mixlash. Bo'ldi. Butun kurs shu gap ustiga quriladi. Endi siz nima uchun ishlayotganingizni bilasiz. Bundan keyin har mashqda o'zingizdan so'rang. Bu mashq korobkani Bobirga taxlayaptimi? Agar yo'q bo'lsa, u mashq foydasiz. Endi sizga bitta shirin xabar aytaman. Siz hozir noldan boshlayapman deb o'ylayapsiz. Bu to'g'ri emas. Siz allaqachon 100 lab ruscha so'zni bilasiz. Ishonmayapsizmi? Sanab ko'ring. Telefon va bank, bankomat va dokument, taksi va restoran, pasport va viza. Bularning hammasi rus tilida ham bor va ma'nosi xuddi shu. Faqat bitta ish qilish kerak. Ularni ruscha ohangda aytishni o'rganish. Telefon, dokument, hujjat. Urg'u nima degani? So'zning eng baland aytiladigan joyi. O'zbekcha hujjat deymiz, ortiriga bosamiz. Endi qarang, ruslar ham oxiriga bosar ekan. Biz esa dokument deb boshiga bosamiz. Shunda rus tushunmaydi. Keyingi darsda o'zingiz bilgan ruscha so'zlarni sanab chiqamiz va ularni rus qulog'i taniydigan qilib aytishni o'rganamiz. Endi bugungi topshiriq. U juda kichkina va bugunoq bajariladi. Bitta gapni oling. Сколько стоит? Buni 10 marta ovoz chiqarib ayting. Ichingizda emas, ovoz chiqarib ayting. 10 marta aytganingizdan keyin izohga bajardim deb yozing. Men o'qiyman. Keyin telefonga 4 ta eslatma qo'ying. Ertaga, 3 kundan keyin, 7 kundan keyin, 16 kundan keyin. Mana shu sizning birinchi mixingiz. Keyingi darsda ko'rishguncha. Ekran matlari va vizual. Ularning hammasini kim eslatib turadi? Kim sizni tekshiradi? Biz shuni qildik. Bizning Telegram botimiz bor. Bot sizga tayyor gapni beradi. Avval o'zbekchasini eshitasiz, keyin ruschasini. Keyin bot so'raydi. Ruschaga tarjima qiling deydi. Siz ovoz chiqarib aytasiz. Bot eshitadi va tekshiradi. To'g'ri aytsangiz qabul qiladi. Xato bo'lsa, qayta aytasiz. Endi eng muhimi. Bot o'sha gapni 1 oy ichida 7 marta qaytaradi. 1 kun, 3 kun, 7 kun, 16 kun. Ya'ni mixni siz emas, bot qoqadi. Siz faqat gapirasiz. Ichida suhbat mashqlari ham bor. Ishga kirish suhbati, do'kon, shifokor. Ekranda odam turadi va sizga savol beradi.
Siz ruscha javob berasiz. Havola pastda. Bugun birinchi gapingizni oling.